Universitetimizni kuchli tomoni deb aytsam bo'ladi. Bu butun dunyoda tan olingan diplomni olishadi. Westminsterga tanlashimni asosiy sababi meni o'sha raqobatim. Bu yerda biz uchratdik Dumbledore va Harry Potter. Talabalarning eng yaxshi ko'rgan joyi universitetda kutubxonasi bo'ladi. Va bitta gajok bola menga kallamga to'p oshirgan va o'shanda travma bilan men haligacha shu ochkida yuraman. Talent show, fashion show, pakaz modda qilamiz bu yerda. A'lo baholarga o'qigan talabalar uchun 15% chegirma beradi kontrakt to'lovlari uchun. Salom do'stlar, bu Pro Univer, men Durdona va bu galgi obzorimiz West, ya'ni O'zbekistondagi deyarli 90% yoshlarni orzusi bo'lgan eng obro'li universitetlardan biri. Westminster International University in Tashkent. Demak, kampusda boshladik. Xo'p do'stlar, bugun shu universitetdagi kampus turimizda bizga hamrohlik qiladi Umid opa, ya'ni shu universitet marketing bo'limi xodimi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Westminsterga xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'p, demak, kampusda qayerdan boshlaymiz? Asosan bu binoyimizda talabalar uchun student support markazimiz ishlaydi hamda kompyuter xonalarimiz, leksiya xonalari, umuman seminar uchun hamma talabalar uchun hamma sharoitlar yaratilgan shu yerda. Demak, ichkaridagi sharoitlarni ko'rib, ma'lumotlarga ega bo'lishimiz. Albatta. Biz hozir qaysi binoga keldik va bu yerda talabalar nima qilishadi? Biz hozir asosiy binodan chiqib Shahrisabz binosiga keldik. Bu bizga topshirilayotgan abituriyentlar uchun juda qiziq joy, chunki matematikadan imtihon aynan shu binoda topshiriladi. Harry Potter. Bu yerda biz uchratdik Dumbledore va Harry Potter. Talabalarni har darsga kuzatib qo'yishadi, kutib olishadi, qiziq, e'tibor tortadigan maket o'z so'zi bilan Britaniya Londondagi Westminster universiteti shundan bilsa bo'ladi. Kutubxonamizni biz o'quv resurs markazi deb ataymiz va kutubxonamiz 4 ta asosiy zaldan iborat bo'lib, hozirda biz asosiy binoyimizda turibmiz. Bu yerda talabalar asosan shu umumiy loyihalarni ustida ishlashadi. Masalan, shu guruhlar bilan birgalikda loyihalar ustida muhokamalar olib borishadi. Bundan tashqari talabalarimizga nafaqat kitoblar taqdim etamiz, balki ularga shu ilmiy izlanishda ko'nikmalar rivojlanishiga workshoplar ham olib boramiz. Chop etilgan kitoblardan tashqari yana elektron kitoblar ham taqdim etamiz talabalarimiz uchun. Bular ya'ni elektron ma'lumotlar bazasi va elektron kitoblar platformasidan foydalanishadi talabalar. O'zi kutubxonadan foydalanish tartibi qanaqa? Masalan, kechki soat nechagacha yoki 24 soat ishlaydimi? Va kitoblarni faqat shu yerda foydalanish mumkinmi yoki uyga ham olib ketib, shu kitoblarni olib foydalanish tartibi qanaqa? Demak, kutubxonamiz dushanbadan shanbagacha ishlaydi. Soat 9 dan kechki payt soat 8 gacha. Lekin imtihon paytlari hattoki shu kechki payt 9 gacha ham ishlaymiz. Bundan tashqari kutubxonamiz ochiq fondga ega, ya'ni talaba o'zi kirib, xohlagan kitobini o'zi olib foydalanishi mumkin. Va bu yerda demak kutubxonachini ishtiroki shart emas. Bizning kutubxonamizda o'ziga o'zi xizmat qilish uskunalari ham mavjud. Ya'ni talabalar kitobni olib, o'zini akkauntiga shu kitoblardan foydalanish imkoniyatiga ham ega. Ya'ni shu kitobni oldim deb kiritib qo'yadi. Oldim deb kiritib qo'yadi. Bu mana shu uskuna hisoblanib. Demak, bu uskuna bizda mobil ilovamizga ham bog'liq. Mobil ilovamizning nomi Librista app. Ya'ni u yerda talabamiz QR kodi bo'ladi. O'shani skaner qilib turib, talabani o'zini akkaunti ochiladi. Undan keyin shu lazer orqali kitobni o'zini hisobiga ola oladi. Qaytib kelganda ham kitobni qo'yadi va akkauntidan u kitoblar yechib olinadi. Bu sistemamiz yana emailga ham ulangan bo'lib, ya'ni talabalar
kitobini qaytarish muddati oldindan ogohlantiriladi. Kitoblarimizni qanchalik ko'p ishlatilishiga qarab muddatga belgilaganmiz. Masalan, juda ham ko'p foydalanadigan kitoblarimizni 3 kun muddat berganmiz va 1 oygacha, bir xil kitoblar 1 oygacha mumkin. 3 kun muddatli kitoblar soni cheklangan bo'lib, u 3 kunga atigi beriladiki, boshqa talabalar ham shu kitobdan foydalansin degan maqsadda shu narsani o'rnatganmiz va hamma kitoblarimiz, masalan, fondimizda hozir 20 mingtadan oshiq chop etilgan kitoblar mavjud bo'lib, ularning 90%dan ko'prog'i ingliz tilidagi kitoblar va ular hammasi Londondan olib keltiriladi, ingliz tilidagi kitoblarimiz. Kutubxona va talabalar bilan bog'liq qiziqarli voqealar bo'lib turadi bu yerda. Menimcha talabalarning eng yaxshi ko'rgan joyi universitetda kutubxonasi bo'ladi. Albatta, qo'shilaman fikringizga. Ayniqsa imtihonlar payti talabalar juda ham shu o'quv resurs markazidan foydalanishni xohlashadi, chunki bu yerda ko'proq talabalar shu o'zini ustidan ishlashadi, keyin ko'proq konsentratsiya qilib shu imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishadi. Bu ya'ni ilmiy yo'nalishlardan tashqari bizlar yana ham jamoaviy ishlarga ham talabalarni jalb etamiz. Bularga bizda Book Club degan klubimiz mavjud bo'lib, bu kitobxon klubi hisoblanadi. Talabalar bu klubni o'zlari olib borishadi. Demak, bu haftada bir marta olib boriladigan seminar bo'lib, talabalar bitta kitobni tanlashadi va uni ustida muhokama olib borishadi. Bundan tashqari boshqa ham loyihalarimiz mavjud bo'lib, bularga Smart Reader, demak, bu oyning kitobxoni degan unvonga ega bo'ladi. Agar shu test savollaridan to'g'ri javob berib, test savollariga to'g'ri javob bera olsa talaba. Bundan tashqari juda ham ko'p kvizlar tashkil etamiz, ya'ni kamida 20 ta, 30 ta komandadan iborat ligalar tashkil etilib, bu yerda kitobxonlikka, kitoblarga oid bo'lgan savollarga javob berishadi. Westminsterga topshirish hikoyam nimadan boshlangan? 11-sinfni bitirayotganimizda, maktab bitirayotgan chog'imizda o'sha a'lochilar bilan men raqobatlashardim asosan. Keyin bizda bitta a'lochi qo'shtirnoqchida bola bo'lardi. O'sha bola ko'p maqtanardi, aytardi, masalan, men Westminsterga kiraman, men hammalarni zo'r o'qib ketaman sizlardan deb maqtanardi. O'zi nima talablar bor, o'sha nimada tayyorlanish kerak. Keyin men ko'rdim, apply qildim shu universitetga. Keyin qarasam, keyin vaqt o'tgandan keyin universitetga kirdim, Westminsterga grant asosida. O'sha a'lochi sinfdoshim kira olmadi. Shunga men aytishim mumkinki, Westminsterga tanlashimning asosiy sababi meni o'sha raqobatim. Nafaqat top universitet o'qish, top darajadagi kursdoshlar, top darajadagi ustozlar. Bu aniq. Oddiy qilib aytganda, Westminsterga introvert bo'lib kirgan talaba ekstravert bo'lib chiqadi. Nafaqat bilim yoki diplom olmaysiz, bu yerda obro'li universitetdan tashqari shaxs sifatida shakllanishingizga ham yordam beradi. Bundan tashqari o'sha Londonga ham borib kelganimda, o'sha almashinuv programma, exchange programmasiga, u yoqda ham men boshqacha inson sifatida yana shakllandim. Ya'ni u yoqda nima desam bo'ladi, mustaqillikni o'rgandim. U yoqqa borganda men umuman mutlaqo boshqa joyga kelib qoldim. Hech kim bilan tanishim yo'q, hech kim menga yordam bera olmaydi. Mutlaq yangi shahar, yangi taassurotlar. O'zimni o'zim eplashim kerak, xullas. Shu narsa ham menga ancha katta ta'sir berdi. Bu universitetda asosiy missiyasi O'zbekistonga xalqaro miqyosida tan olingan xalqaro ta'limni olib kelish va o'zimizning mahalliy talabalarimiz uchun ushbu ta'limni yetkazish. Universitetimiz 2002-yildan boshlab o'sha paytda eng birinchi yig'gan talabalarimizning soni 120 ta bo'lgan. Hozirgi paytda 24 yil o'tgandan keyin universitetimizda 6300 ta nafar ko'proq odam o'qiydi. Bu bizni o'ylashimiz bo'yicha juda katta va juda muvaffaqiyatli rezultat. Bizning universitetimizda bir nechta bakalavr va magistratura yo'nalishlari mavjud. Bakalavr yo'nalishlari orasida bu huquq, biznes boshqarish, IT, iqtisodiyot va moliya va boshqa yo'nalishlar mavjud. Batafsil ma'lumotni albattaki veb-saytimizda olish mumkin. Hamma narsani ham aytib bersam juda ko'p vaqt ketib qoladi.
lekin universitetimizning muhiti juda ajoyib. To'g'risini aytsam, men o'zim ushbu universitetni 2020-yilda bitirganman. Ushbu universitetni bitirganimdan so'ng 1-2 oy ichida ish topib ketganman. To'g'risini aytaman. Juda oson bo'lgan. Nimaga desangiz, bu yerdagi network, bu yerdagi odamlar, tanishuvlar, bu yerdagi muhit, bu yerdagi уровень men o'ylashim bo'yicha boshqacha. Shuningdek, hozir aytamanki, hozirgi paytda ham bu universitetda men magistraturani qilyapman. Demak, 2002-yilda ochilgan bo'lsa, bu universitet O'zbekistondagi birinchi xalqaro universitetlardan biri bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri. Toshkent shahridagi xalqaro Westminster universiteti bu O'zbekistonda eng birinchi xalqaro universitet deb hisoblanadi. Our world will live is upside down. The planet done talking, things are turning around against you and me, him and her. The mother earth is unleashing the wrath that humanity's worth. Universitet hayoti bilan bog'liq, West bilan talabalik hayotingizdagi eng qiziqarli voqea. Mana shu asl bilan tushimda bir futbol o'ynaganmiz. O'rtog'ingiz bilan tushsiz futbol o'ynagansiz. Yo'q, bilmadim. Shu anaqa triplar bo'lsa kerak. Samarqand trip, Buxoro trip. Bu yerda endi tez-tez turishadi. Lekin chiqib turganda baribir zo'r bo'ladi bolalar bilan o'rtoqlardan. Uchinchisi, abituriyentlarga maslahatingiz, nega aynan Westni tanlab, shu yerda o'qish kerak? Programmasi rostdan ham yaxshi. Agar kirib rostdan ham o'qiyman desa, nimadir o'rganadi, dunyoqarashi kengayadi. Hozirgi kunda universitetimizda 10 dan ortiq talaba almashinuvi dasturi amalga oshirilib kelmoqda. Masalan, jumladan shu yili 20 ga yaqin talabamizni o'sha Yevropani, O'rta Osiyo va boshqa davlatlarga o'qishga yuborganmiz. Ular shunaqa davlatdagi Fransiyani Lille universiteti, Germaniyada Freya universiteti, Malayziyada Inti universiteti, Turkiya, Belgiya va shunga o'xshash boshqa universitetlarga yuborganmiz. Asosan bizda 3-kursdan talabalar almashinuv dasturi bo'lib, ya'ni talabalar 3-kursdan faqat yuboriladi. Ya'ni bu kelishuv asosida bo'lib o'tadi. Ikkita tomonlama kelishilinib, talaba albatta Westminster universitetida undergraduate programma deymiz, ya'ni bakalavr programmasida 1 yil o'qib tugatgan bo'lishi kerak va ikkinchi yil bu bizda level 5 deyiladi, ya'ni 3-kursga o'tib va o'zini dasturiga mos programmani tanlab ketishi mumkin. Masalan, bizda biznes va iqtisodiyot fakulteti, yurisprudensiya, ya'ni huquq fakulteti bo'yicha, kompyuter mutaxassisligi bo'yicha va boshqa shunga o'xshash programmalar bor va talabalar, ya'ni o'zini yo'nalishiga mos programmani topib, to'ldirib, arizani ketishligi mumkin. Yana batafsil aytadigan bo'lsak, talablarimiz bor, ya'ni hamma talaba ham bu keta olmaydi. Ya'ni talaba albatta yaxshi o'qish kerak. Westminster talabalar, ya'ni bizda o'qiydigan talabalar Angliyadagi Westminster universitetiga transfer deyiladi, ya'ni o'zligini o'qishni ko'chirishligi mumkin. Ya'ni ular uchun ya'ni nima deydi, hozirda ular tarafidan imtiyoz berilgan, ya'ni discount, skidka deymiz. Qanchadir foiz skidka asosida u yerga o'zligini o'qishni ko'chirib, o'qishini davom ettirishligi mumkin. Va undan tashqari talaba almashinuv programmasi ham bor. 1 semestr, u faqat aytib o'tgandek 3-kurs talabalari 2-semestr davomida o'qishligini u yerda davom ettirib va 4-kursga kelib bu yerda o'qishini davom ettirishlari kerak bo'ladi. Hozirda Fransiya Lille universiteti, Germaniyada Freya universiteti bor, Turkiyada Belgiya universiteti bor, Polshada 2 universitetimiz bor, Gdansk universiteti, Silesian, Italiyada ham talaba almashinuv bo'yicha dasturimiz bor. Masalan, Italiyaga doktoranturada o'qigan talabalarimiz tadqiqot o'tkazish uchun borishligi mumkin. Undan tashqari viza tomonlama yordam berish yo'lga qo'yilgan alohida xodimimiz bor. Ya'ni talaba o'qishga qabul qilingandan keyin viza jarayonida ham yordam beramiz. Bu yerga kirish imtihonlarini tartibi qanaqa bo'ladi? Qaysi fanlardan masalan asosiy yoki yo'nalishga qarab farqlanadimi? Hujjat topshirish onlayn tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni admission sistemamiz bor. O'tdan abituriyentlar registratsiyadan o'tib, hujjatlarni yuklab, ma'lumotlarni kiritib, mavjud bo'lgan kirish matematika imtihonlariga registratsiyadan o'tishadi. Har bitta ekzamen to'lgandan keyin keyingi sana ochiladi. Bir ekzamenda
200 ta abituriyentni imtihonga kirish imkoniyati bo'ladi. Kirish imtihoni matematika fanidan bo'ladi. Agar abituriyentlarda SAT yoki shunga o'xshash xalqaro sertifikatlar bo'lsa, matematika imtihonidan ozod bo'ladi ular. Sertifikati bo'lmaganlar matematika imtihoniga ro'yxatdan o'tishadi. IELTS bo'lishi majburiymi yoki ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha imtihondan o'tsa ham qabul qilsa bo'ladimi? Ingliz tilida ham xalqaro sertifikatlarga ega bo'lish kerak. Bu IELTS yoki misol uchun TOEFL sertifikati. Ingliz tilidan ichki imtihonlarimiz yo'q. Shuning uchun faqat xalqaro ingliz tilini bilish sertifikatlarini qabul qilamiz. Odatda shu qaysi faslga, umuman vaqtga to'g'ri keladi Westminsterga qabul ochilishi? Odatda dekabr oylaridan ochiladi qabulimiz. Kirish imtihonlari esa mart oylaridan boshlanadi. Perevod masalasi, masalan, boshqa universitetda o'qiyotgan talaba bu yerda o'qishni xohlayapti, u tartibi qanaqa bo'ladi? 2-kursdan qabul qilinadi, baholarga e'tibor beriladimi, imtihon bilan o'tadimi yoki faqat shuni tartibi qanaqa umuman? Buning uchun ham xuddi shunaqa angliyskiy matematika va o'sha birinchi kurs tugatganligini sertifikati kerak bo'ladi. Ingliz tilidan xuddi shunaqa IELTS yoki TOEFL sertifikatlari ko'rib chiqiladi. Matematikadan birinchi kursga o'xshab bizning kirish imtihonlarini topshirsa bo'ladi yoki xalqaro sertifikat, misol uchun SAT ni matematika qismini ham ko'rib chiqamiz. Va transfer qilayotgan talabalar albatta shu birinchi kursni muvaffaqiyatli tugatganligi haqida o'quv transkriptini, ya'ni baholari ko'rsatilgan o'quv transkriptini ham oxirgi ofitsialniy versiyasini albatta yuklashlari kerak bo'ladi. Unda hamma baholari 4-5, ya'ni yaxshi tugatgan bo'lishligi kerak. Hozir biz qabul bo'limiga kirish oldida turibmiz. Bu faqat xodimlar uchun kirish hisoblanadi. Talabalarga bu yerga ruxsat yo'q kirish. Bu yerda qabul bo'limi, o'quv bo'lim boshlig'i, studentlar bilan ishlash bo'limi hamda student information, ya'ni studentlarga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bilan ishlovchi bo'limlar joylashgan. Agar talabalarda sizlar bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, savollari bo'lsa, bu yerga faqatgina xodimlar Face ID bilan kirsa, ular sizlar bilan qanaqa bog'lanadi? Bu yerda mana ko'rib turganingizdek telefon bor. Har bitta bo'lim xodimlarini ichki raqamlari ham yozilgan. O'sha masalasiga qarab, studentlar o'ziga kerak bo'lgan masalaga qarab, o'sha tegishli bo'lim xodimi bilan bog'lanishi mumkin. Keyin u xodim bu yoqqa chiqib, kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumot yana beradi. Grant berilish masalasi bo'yicha shu kompyuter imtihonlaridan birinchi safardan yaxshi, muvaffaqiyatli, yuqori ballar bilan o'tgan abituriyentlarga keyinchalik IELTS ballarini hisobga olgan holda grant imtihonida qatnashish imkoni beriladi. Grant imtihoni kompyuterda emas, balki yozma, qog'ozda bo'lib o'tadi. Taxminan 200 ta 300 ta abituriyentlarni ikkinchi bosqich grant ekzameniga biz taklif qilamiz. Buning tartibi masalan 500 ta odam qabul qilindi desak, umuman o'tdi. Shundan eng yuqori balldan boshlab 200 ta hisoblanar ekanda grant olish uchun. Ha. Shu aytib o'tganimdek, yuqori IELTS natijasi va shu bizadagi ichki matematika imtihonidan birinchi safardan yuqori ball olgan talabalar ikkinchi etap grant bosqichida qatnashish imkoniga ega bo'lishadi. Xo'p, endi o'sha grant bilan 4 yil mobaynida umuman pul to'lamasdan o'qish mumkin. Unga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Masalan, baholari ozgina bitta semestr qanaqadir yopsa, kontraktga tushib qolishi mumkinmi? Ta'sir qiladi. Universitet grantini saqlab qolish uchun talabalar faqat a'lo baholarga o'qish kerak bo'ladi. Mabodo shu qaysidir semestrda o'zlashtirishi tushib ketsa, yillik bahosi tushib ketsa, 5 dan pastroqga ular kontrakt talabasi hisoblanadi. Keyin uni qaytarib bo'lmaydi? Yo'q, уже qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun 4 yil davomida bakalavr bitirguncha kontrakt saqlab qolish uchun faqat a'lo baholarga o'qishga to'g'ri keladi. Stipendiyalar ham bormi yoki shu stipendiyani o'rni bosilgan qanaqadir imkoniyat? Universitetimizda stipendiyalar yo'q, ya'ni talabalar stipendiya olishmaydi, lekin har yili a'lo baholarga o'qigan talabalar uchun Dean's List degan narsa bor, ya'ni u keyingi o'quv yiliga 15% chegirma beradi kontrakt to'lovlari uchun.
Uni tartibi qanaqa? Masalan, qaysi talabalarga o'sha imkoniyatga ega bo'lishadi? Shu hamma falladan umumiy shu bir yilini yuqori baholaga, ya'ni 70+ ga yopgan talabalar bu imkoniyatni qo'lga kiritishadi. Saralab, keyingi yilgi kontraktni 15%dan shu Chegirma beriladi. to'laveradi. Xo'p, biz obzorni Westni sport zalidan davom ettiramiz. Vibe'ni ko'rishingiz mumkin. Amerika kinolaridagi, Amerika maktablaridagi vibe'ni beradi sport zal. Bu yerdagi o'tirish joylari, futbol maydoni, voleybol, basketbol va har bitta joy. Endi kadrlarni ko'ramiz sport zaldan. Ochki nega kiyishimni bilasizlarmi? Moment aytib beraman sizlarga. Bu ochkini kiyishimga sabab futbol o'ynaganman va bitta gajok bola menga kallamga to'p oshirgan, чтобы men bunaqa urishim kerak bo'lgan deb o'ylaganimni bilmayman. Hech qachon futbol o'ynamagan qiz. Va o'shanda travma bilan men haligacha shu ochkida yuraman. Endi biz hozir bularda harakat qilyapmiz aprosnik savollar olishga. Umid qilamanki, boshqa travma olmayman. Nega aynan Westni tanlagansiz? Westni bu xalqaro universitet bo'lgani uchun va o'qish sistemasi yaxshi bo'lgani uchun tanlagan. Ha, xo'p. Universitet hayoti bilan bog'liq, West bilan bog'liq talabalik hayotingizdagi eng qiziqarli voqea. Eng qiziqarli voqea shu futzal bo'yicha chempionat yutganimiz. Aha. Komandamiz bu. Xo'p. Abituriyentlarga maslahatingiz nega aynan bu yerni tanlash kerak, bu yerda o'qish kerak? Chunki environment zo'r, ko'p tanishlar o'tirish mumkin. Shuni orqasidan kelajakda foydali ham bo'lishi mumkin. Rahmat katta. Kechirasiz. Nega aynan Westni tanlagansiz? Westda endi ko'proq imkoniyat ko'rganman. Tanishlarimdan bundan oldingi yillar masalan akalar o'qiganlar shu kishidan so'rab bu yerda ko'proq imkoniyat. Faqat o'qish darajasida, balki sport darajasida ko'proq imkoniyatga erishish mumkinligi uchun Westni tanlagan. Universitet hayotingizdagi West bilan bog'liq talabalik hayotingizdagi eng qiziqarli voqea. Endi avvalambor o'qishda baland baho olishlaridan hisoblamaganda sport masalan sportdagi finalga chiqishlari va yutishlari menga ko'proq yoqadi. Xo'p. Abituriyentlarga maslahatingiz nega aynan O'zbekistonda shuncha universitetlar turib Westni tanlash kerak, Westda o'qish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Даже boshqa o'qish muassasalari bilan taqqoslaganda ham Westda modullar ko'proq deb o'ylayman va shu modullar o'qish bo'yicha keyingi yillarda men katta bo'lganda imkoniyatlar ham ko'proq deb o'ylayman. Ish topish uchun uncha qiynalmasligini tasdiqlayman. Shu deb o'ylayman. Всё, уже olmaymiz menimcha bu yerdan. Men уже qo'rqib ketyapman. To'p kelib urib o'lib qoladi. Amerika kinolarida bo'ladi xullas qizlar mini yubkada, evimda qalyapti qolaga, bir narsa, qilib turadi-yu, tipo xuddi o'shanaqa joylarda vibe beradigan. Xullas, shunaqa sport zal vibe ketdi endi. Ketdi. Xo'p, ma'lumot uchun aytish kerak, Westminster litseyi shu universitetning hududida joylashgan. Ya'ni mana shu bino Westminsterda o'zining litseyi. Bu yerda o'zi umuman security, ya'ni odamlarning kirib chiqishi, talabalarni, даже talabalarni, professor ustozlarni hududlariga kirib chiqishi ham juda ham qattiq qaralar ekan. Face ID bilan o'tish kerak, hamma o'tib keta olmaydi. Masalan, biz syomkaga kelib ruxsat bilan kelgan bo'lsak ham, bizni shunchaki qo'yib qo'yishmadi. Doim bitta odam yurish kerak, bitta binodan ikkinchi binoga o'tish uchun. Va shuni davomi sifatida litsey o'quvchilari lekin universitet binosida bemalol yurishlari mumkin ekan. Har oshxonasidan foydalanish mumkin, yoki sport komplekslaridan foydalanish mumkin. Faqatgina ularni qayerdan ajratib olishingiz mumkin. Ularda majburiy forma bor ekan. Hammasi bir xil majburiy formada yuradi, bular litsey bolalari deb aytishar ekan. Shu ma'lumot uchun shunaqa litsey binosi universitet ichida joylashgan. Mana shu bino. Shu. To'g'risi o'zbek o'qishlarga topshirgim kelgan, o'shanga institutlarga. Aha. O'timlar bo'ladi. Shu uchun. Shu uchun asosan. Xo'p. Ikkinchisi, Westminster bilan bog'liq talabalik hayotingizdagi qiziqarli voqea. Qiziqarli voqea nima bilan bog'liq bo'lishi imенно o'qish bilan. Aha, shu. Ya'ni hech qachon esingizdan chiqmaydigan, aynan Westminster bilan bog'liq adaptatsiya qilasiz. Miyangizda shu narsa aylanadi, West bilan bog'liq qolib ketgan qiziqarli.
Deadline'ga yaqin video olganmiz ICT tizimdan. 2 kun qolganda. Hamma yoq to'lib ketgan, shtativlarni o'shasini olib ketgan. Uchinchisi, abituriyentlar negadir Westni tanlab, Westda o'qish kerak deb hisoblaysiz? Maslahatingiz. Social life juda ham zo'r. Ortiqcha narsa talab qilishmaydi sizdan. Boshqa o'qishlarga nisbatan ham forma yo misol uchun sabonchilar. Развитие uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Qiziqarli haykalchaga duch keldik. Men tushunishim bo'yicha bu aytmoqchiki, mana bu yerda vazni og'ir, katta bola, lekin buni vesi, buni bosib qolish kerak edi. Lekin bu qizni vesi bosib qolyapti. Nega? Kichkina qiz. Chunki bunda kitoblar bor. Demoqchiki, knowledge, ya'ni sizni olgan bilmingiz, aqlingiz tosh bosadi ko'proq. Shu ma'noda menimcha qilingan juda ham qiziqarli. Ham rasm tushadigan qiziq joy ekan, men tushunishim bo'yicha va aytmoqchiki, bilim har narsadan kuchliroq. Shunaqa yozib qo'yibdi. Buni menimcha from graduates bitiruvchilarda, buni bitiruvchilar anaqa qilishganmi? Ideya. Aha. Power of knowledge yozib qo'yibdi. Shunaqa qiziq eksponatmi endi, nimadir, haykalcha. Shu. Masalan 80 daqiqa emas, odatiy universitetlarda sizlarda 120 daqiqa. Shunaqa bitta para. Bu plyusmi? Plus chunki har 60 minutda bir 10 minut permana berishadi, o'sha hisobga bilmay ketamiz ko'pligi ham. Because it's all about freedom and friendly atmosphere. Yeah, because of international diploma and majors that I want to study here. Universitet hayotinglardagi eng esda qolarli voqea talabalik hayoti bilan aynan Westminster bilan bog'liq. Hech qachon esingizdan chiqmaydigan. Индекший week мы готовили там, мы выбирали одну страну и готовили их национальные блюда и столы накрывали. Ага. Что это индекший week? Вот я же рассказала. Ага. Вот. Kimda yana javob? Menga. Xo'p, abituriyentlar nima uchun O'zbekistonda xalqaro universitetlar ham ko'p, xususiy universitetlar ham ko'p. Nega aynan Westni tanlab, Westda o'qish kerak deb hisoblaysizlar? Looking at you or just looking at the camera? Menga. Men tushunaman, uyalaman. Inglizcha gapiravringlar. Ya'ni birinchidan men West unaqa underestimate qilganman boshida, but then I felt like here we feel more freedom. And the second thing is it's international university and we have international students here. And most of the people come from regions and they also have different minds and different opinions, so it's usually helps us to broaden our horizon. And what else? So I love how friendly people are here, especially the ladies, when they support each other. They don't care what kind of idea you come up with or what kind of projects are you launching. They always support you. And they never say anything negative. They always say something positive, and they always try to help as they can. Just help each other. YouTube'da Pro Univer degan kanal bor. Universitetlar obzor qilamiz. Butun O'zbekistondagi o'shaga chiqadi. Westminsterda katta obzor. Pro Univer 8000 ga yaqin. Nima beradimi? Paxta beradimi? Yo'q, maqtash kerak. Yo'q. Bu format qanaqa? Ko'proq buni auditoriyamiz, abituriyentlar ko'radi va ular ota-onalari. Har bitta universitet haqida jonli tasavvur uyg'onish uchun, ichkaridan ko'rish uchun. Shu. Yana bitta qiziqarli ma'lumot bu universitet haqida. Siz vaqtingizga qarab darslarni tanlashingiz mumkin ekan. Bittadan keyingi rejimda bo'lsa ham, ertalabki rejimda bo'lsa ham, talabalarda ko'pincha kechkish bo'ladi. Yoki birdaniga ishlaydigan talabalar ish chiqib qolishi, nimadir chiqib qolishi mumkin. Именно o'shaqa holatlar uchun juda ham mos ekan bu narsa. Juda qulay. Va darslar keyin bu yerda 80 minut emas, 120 daqiqa ekan. Ko'pchilik buni plus yaxshi bu deyapti. Shu yerini balki o'ylab ko'rish kerakdir. Mana shunaqa ma'lumotlar. Shu. Bu yil yana bizda yangi kurslar validatsiyadan o'tdi. Bizning hamkorimiz Londondagi University of Westminster tomonidan tasdiqlangan. Bu magistraturada MBA yo'nalishlari bilan, ya'ni General Management, Marketing, Data Analytics va HRM, ya'ni Human Resource Management, inson resurslari bo'yicha MBA programmalarimiz tasdiqlandi hamda bakalavr yo'nalishida
bo'ladi. International Relations and Law degan, ya'ni xalqaro munosabatlar va huquq degan programmamiz Londondagi hamkorimiz University of Westminster tomonidan tasdiqlandi. Bu yangi o'quv yili uchun. Talabalar birinchi kursdan kirishidan boshlab biz har bir talabaga aytamiz, o'qishi birinchi galda va undan tashqari o'zini karyerasini va hayotda rolini, o'rnini topishda universitet birinchi galda eng muhim yordamlarni ayamasdan beradi va ulardan biri biz karyera rivojlantirish markazi, ya'ni Career Center.uz platformasini yo'lga qo'ydik. Bu platformada hozirda 150 ga yaqin oliy ta'lim muassasalari bor va 1000 ga yaqin ish beruvchi bor va 400 mingga yaqin talaba bor. Endi bu platformamiz bizni talabalarni birinchi galda amaliyot, ikkinchi galda ish bilan ta'minlash yo'lida yordam bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Ko'rganingizdek mana platformamizni, masalan, kompaniyalarga kirsak, kompaniyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, mana UJAH degan kompaniyasi, mana vakansiyalar qachon nechta ishchisi bor, qachon tashkil topgan, manzili Jizzax masalan va yo'nalishi sanoat ishlab chiqarish. Vakansiyalarga kirsak, mana vakansiyalarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Jizzax viloyatida o'qiyotgan talabalar uchun masalan bir yaxshi imkoniyat. Va shunaqa kompaniyalarimiz bu respublika bo'yicha bor. Masalan, Airbnb Group masalan 4 bo'sh ish o'rinlari bor. Muzikальная школа, Grand Bueller 8 ish o'rinlari, amaliyotni targ'ib etish, ish bilan ta'minlash va buni hammasini raqamlashtirish. Shu sababdan raqamlashtirish degan savolga mana shu javob bo'lishi mumkin. Har bir rektor, universitet rektori, nechta talaba qiz, nechta talaba bola, necha yoshdan necha yoshgacha kim amaliyotda, kim ish qidiryapti, 24 ga 7 shu informatsiyani o'zini kabinetida ko'rishi mumkin. Va masalan tuman hokimlari, viloyat hokimlari, masalan Mirzo Ulug'bek tuman hokimlari ko'rib turishi mumkin. Mirzo Ulug'bekda nechta universitet bor, oliy ta'lim bor, nechta talaba ish bilan ta'minlayapti, ishlamayapti, ish qidiryapti. Toshkent shahar hokimi va shu respublika miqyosida hamma ko'rishligi mumkin kerakli tashkilotlar. Aviatsiya sohasida ham bitirganimiz ishlayapti. 1% bitiruvchimiz aviatsiya sohasida, 0.6% bitiruvchimiz sport sohasida ish faoliyatini olib boryapti. Bu har yilni qilinadigan hujjat, necha pul oyligigacha olishi bizda bor. Ma'lumoti, bizning asosiy klientlarimiz bu ish beruvchilar. Biz har yili ish beruvchilarni o'qishdan boshlanishidan oldin yig'ib so'raymiz ulardan. Mana kelajakda 1 yilda, 2 yilda qayerga investitsiya qilasizlarki, biz sizlarga kerak bo'lgan kadrlarni yetishtirib beraylik. Shu sababdan bizda ish bilan ta'minlash ko'rsatkichimiz yuqori. Va bu narsani biz respublika miqyosida qilishimiz mumkin. Platforma orqali biz ish beruvchilardan gaplashib, qanaqa kadrlarni ko'rasizmi? Har bir fakultetda har bir talabasi bo'yicha bizda informatsiya bor. Masalan, har bir fakultetda masalan kimdir yurist, kimdir turizm, kimdir sport, retail, trade, oil and gas даже sohasida 1% talabamiz bor. Karyera rivojlantirish markazi Westminsterda shunaqa ishlarni olib boradi. Endi diplom qiziq baribir har bitta abituriyentga, talabaga bu yerda West o'qiganda diplomni imkoniyati qanaqa bu yerdagi? Universitetimizni kuchli tomoni deb aytsam bo'ladi. Bu Buyuk Britaniyadagi University of Westminster, ya'ni Westminster universitetini diplomiga ega bo'lishadi. U degani universitetimizni bitirgan talabalar butun dunyoda tan olingan diplomni olishadi. Bakalavr bo'lsami, magistratura bo'lsami, ikkala yo'nalishda Buyuk Britaniyaning diplomi beriladi va bu juda qulay. Nimaga desangiz, agar bizning universitetimizni bakalavriat yo'nalishida bitirgan talabalarimiz chet elga ketaman desa, o'sha yerda ishlayman desa, bizning diplomimiz butun dunyoda tan olinadi. Londondagi Westminster universiteti har yil stabilni QS va THE xalqaro reytinglar mavjud. Ushbu reytinglarda stabilni top 1000taligiga kiradi. Ya'ni bu degani universitetda darajasi, universitetda salohiyati ko'rinib turadi. O'zi ko'pchilik bu yerda o'qishni orzu qiladi. O'zbekistondagi balki 90% yoshlar shu universitetda umuman yo'ldan shunchaki o'tib ketayotganda ham ko'zi mana shu binoga tushadi. Juda chiroyli, e'tibor tortadi va menga qiziq, o'sha ichkariga kirgandan keyin shu haqida ma'lumot bersangiz ozroq. Albatta, endi binoni tarixidan boshlasak, agar ushbu bino 100 yil oldin
qurilgan. Oho. Hali Rossiyskiy imperiya bo'lgan paytda bu bino bo'lgan. Birinchi bo'lib bu женский gimnaziya bo'lgan. Keyin yillar bu yerdagi tashkilotlar o'zgargan. Oxirgisi bu aviatsionniy kollej bo'lgan shu joyda. Hozir 2002-yildan beri hozirgacha bu bizning binoyimiz, asosiy binoyimiz deb hisoblanadi. Ushbu binoda albatta darslar o'tadi. 2 va 3 qavatlarda darsxonalar bor, kompyuter laboratoriyalari mavjud. Shuningdek, universitetda rahbariyati, administratsiyasi ham shu yerda o'tiradi. Hozirgi turgan joyimizda agar ko'rayotgan bo'lsangiz, har xil tantanali tadbirlar o'tkazamiz. Talent show, fashion show, pokaz modda qilamiz bu yerda. Yangi yo'nalishlar ochsak, yangi produktlar ochsak, biz albatta bu yerda taqdimotlarni qilamiz. Endi albatta eng ko'p talabalar rasmga oladigan, rasmga tushadigan, selfie qiladigan binoyimiz albatta bu Istiqbol building. Buni nomi Istiqbol building. IB deb aytiladi universitetimizning communitysini ichida. Endi abituriyentlarga baribir eng birinchi o'rinda muhim narsa bu kontrakt to'lovlari universitetda. Kontrakt to'lovlari necha pul va bu yerda grantga o'qisa ham bo'ladimi? U qanaqa tartibi? Albatta, universitetimizda bakalavr yo'nalishlarimiz uni kontrakti 38 million 820 ming so'm tashkil etadi. Bu 1 yilga, akademik yilga. Ushbu to'lov 2 qismga bo'lib to'lanadi. Har bir semestrda, birinchi semestri boshida va ikkinchi semestri boshida to'lanadi. Universitetimizdagi grant sistemada ham mavjud. Uni haqida ham aytib beraman qisqacha. Batafsil ma'lumotni talabalarim, qiziqqan talabalar va abituriyentlar universitetimiz veb-saytidan olish mumkin. Grant programmasiga keladigan bo'lsak, har yili universitetimiz top 30 ta nufuzli abituriyentlarga 30 ta grant beradi. Ya'ni to'liq batafsil bepul o'qish uchun. Universitetimizning grantini olish uchun abituriyentlar bir nechta etaplardan o'tish kerak. Birinchisi bu bizning ichki matematikadan ichki imtihonimizdan o'tish kerak bo'ladi. O'shanda yuqori ball olgandan keyin va undan tashqari IELTS balli ham juda baland bo'lishi kerak. Bizi bir top agar adashmasam 200 taga yaqin top 200, top 300 ta abituriyentlarni ro'yxatini qilamiz. E'lon qilganimizdan keyin ikkinchi etap bu alohida o'tkaziladigan grant uchun matematika imtihoni. Ushbu imtihon universitetimizning hududida bo'lib o'tadi va ushbu imtihondan eng yaxshi, eng yuqori ball olgan top 30 ta abituriyentga biz batafsil 100% grant, ya'ni ingliz tilida scholarship deb aytamiz buni. Scholarship taklif etamiz. Kontrakt to'lovlari o'sha summa bo'yicha bir xilmi yoki yo'nalishlar kesimida farqlanadimi? Ozgina kamroq, ozgina ko'proq? Bakalavr yo'nalishlari hammasi bir xil kontrakt narxlari. Magistraturada bitta-ikkita dasturlarimiz sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Magistratura dasturlarimiz o'zi 54 million atrofida, 54 million so'm bir yilga. Bitta-ikkita fakultetimiz, o'sha yo'nalishlarimiz bor. Ular 57 milliondan sal yuqori. Xo'p, endi sizni bizani sport infrastrukturamiz bilan tanishtirmoqchiman. Talabalarimiz har kuni shu vaqtini agar darsdan chiqib bemalol bo'lganda o'zini vaqtini shu yerda o'tkazishadi. Universitet uchun, bizning universitet uchun sport bu juda muhim narsa. Nimaga desangiz, bu sog'lomlik haqida, bu disiplina haqida va to'g'ri raqobatchilik, do'stona muhit. O'tgan yili universitetimizning talabalari University of Westminster, ya'ni tashrif buyurib, o'sha yerda voleybol musobaqasida qatnashishdi. Bu juda o'ylaymanki talabalar uchun katta imkoniyat va eng birinchi yutuqlar o'ylashim bo'yicha shunaqa sportdan boshlanadi. Bu meni fikrim. Universitetda bir nechta sport turlari mavjud. Basketbol, futbol, tennis, ping-pong, sport zalimiz bor.
shuningdek bir nechta yana sport turlari mavjud. Bu Westminster Bora. White Wolf. Simvol bu juda muhim narsa universitet uchun. Nimaga desangiz, bu har xil musobaqalarda, har xil turnirlarda, tadbirlarda bizani sportsmenlarimizni, talabalarimizni qo'llab-quvvatlab, bir motivatsiya berib turadilar va bu bizani simvolimiz bo'lib, ertaga qayerga borsak ham Westminster bo'rilar deb aytiladi. O'shanga biz g'urur bilan ushbu simvolni qilganmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda o'zicha chiroyli va Westminsterning simvoli. Rahmat sizga. Rahmat sizga kattakon. Omadingizni bersin. Xo'p do'stlar, obzorimizni, kompyuterimizni xuddi shu yerda yakunlaymiz. Agar sizga obzor yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, komment yozing, fikrlaringizni do'stlaringizga ulashing. Bu biz uchun juda ham muhim va keyingi obzorimiz qaysi universitet bilan bo'lsin, qaysi universitet sizga qiziq obzori. Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun qiziq va keyingi universitetni shunga qarab tanlaymiz, aynan siz istagan. Ha, bizga obuna bo'lishni unutmang. Yanada qiziqarli obzorlar, universitetlar hali oldinda. Va keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr.